Hı? Bo'ldi, Amidio. Tez berib uni o'yg'at. Bara, tez. Jim tura. To'xta, Marko. Biroz g'ayrat qil. Marko, g'ayrat qil. Bo'ldi. Qamoqni kutama. Marko, tutdim, Marko. Tutdim. Cho'ng bir beliq tutdim. Bu nimen tutdim? Qara, oviyada. Ha, lekin baya cho'ng bir beliq tutqandim. Xuddi kumushning rangidaklar. Cho'ngli bir beliq. Bu sen sen jo'ylayapsan. Shuni degina Marko, tushlik tomog'imizni ilib olayli. Ay, bugun dengiz bo'yi o'yini qilib boramiz, ha? Pek yaxshi bo'ldi. Turay Marko. Amidio, yaxshi turdim, Amidio. Bugun dengiz bo'yi o'yini qilib boramiz. Marko, Tonio, bugun chirkovga boramiz, kechikib qolmaylik yana. O'g'lido. Fernando. Ular nimga yaxshi. Aka, tez kela qara, ular burun qo'xshashla o'ynayotdi. Fernando. Yura Marko. Yaxshimisizlar? Bittami? Qachon? Nima deganmaysiz? Fernando! Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizlarni ko'p saqlatib qo'ydim-ku deyman. Ay, sepkiti zilinglar, bo'linglar, chapsan. Bo'linglar. Lina! Bo'ldimsa, chirkovga mangdiq. Uchimiz birga sirtqa chiqib o'ynamog'ili uzoq bo'libdi. Shundoq. Yakshanba kuni Tonio'mi vaqtida kelanmaydi. O'tganda opam bilan birga dengiz bo'yi berib o'ynaganimiz esinglardimi? Esimizda. Yomg'ir yig'ib ketganda, yomg'irdan qochib yurgandamsa. Yo'q, dengizga tushsa odam o'l bo'lib ketadi deb turib o'zim dengiz otqinochi. Shundaqmi? Bu galastok sana bakmi yarashdi, Marko. Rasma? Rastlama berdingmi? Albatta, lekin sen mening Amidoromga yaxshiroq qarab qo'y, ha? Chatoq yo'q. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik, shundaqmi Amidio? Biroq sen o'tganda temir yo'lda yotgan ko'chib ketganda u bekla avor qilgandi. Xuddi sen apam yo'lga chiqqan chaqda qilganda qipti-da. Amidio, senmi cheqilib bo'g'icha yig'lama yana. Yolg'on, sen shundoq. Amidioning akagan chaqda sen uni hozir opam ishlayotgan Argentinada tug'ilgan, uni ko'rsam opamni ko'rgandek bo'laman deb chin quchoqlab olganding-ku, ha? Gap qila. Mayli qandoqli bo'lmasin, chaqchaq qilsang yig'lamayman-da. Sen meni qasdan jil qilyapsan? Unda qilish haddim emas. Bo'ldi qil, Marko. Bo'ldi o'ynashmayli. To'xta. Marko, bo'ldi qil. Bo'ldi qil, Marko. Kela, Marko. To'xta dema, qochma. Kela. O'yja. Voy. Bo'ldi qil, Marko. O'y. Bo'ldi, o'ynash. Voyjon. Bo'ldi, taslim bo'ldim, Marko. Yana demsa demamsa, ha? Jil qilamsan. Yo'q, demaslik qasam qilay. Rostli demamsan? Hargiz demayman, ukam. Juringlar, mangayli. Xo'p, men Marko akamning kayinda mangay. To'xta, ya tirik turyapsan-ku. Unda bo'lsa, men oldin ketaverdim. Ey, to'xta. Amidio, bakmi yaxshi, faqat halva qilmadi. Aka, sen rostli xudoga ishinamsan? Bu nima desam bo'la? Zot ishinamsan? Xudodan boshqa kimim meni tiligimga yetkazadi?
Apam Merli tağamның yardım bilen Argentina xizmetga ketdi. Uning u yerda hech qanday tuqquni yo'q. Men apamning sog'-salomat bo'lishini, baldurroq qaytib kelishini tilayman. Bu tiligimga Xudodan boshqa kim yetkizadi? Menchu. Men ishlab pul topganda opamni aqli bormi? Marko! Ha? Bu yerga kelsanqo. Jinoyada? Bek yaxshi bo'ldi. Bugun tushdan burun menga yordamlashga vaqting yetami? Bugun? Paraxut hozir portga kirdi. Men bek aldirab qoldim. Bu sening akangmi? Ismim Tonio Roshi. Mening ismim Konjika Jina. Doda, bu men son gapini qilib bergan Jinoyadan bo'ladi. O bugun tushdan burun menga yordamlashib bersan deydi. Marko dayım sizni avar qiladi ekan. Rahmat sizga. Bu bola paraxut portga kirish bilan birinchi bo'lib xat so'rab keladi. Tozimi kuyimchan bola ekan. Bugun menga yordamlashib bersa qanday bo'lamdi? Dengiz bo'yiga tushdan keyin borsaqmi bo'ladi. Men yana elib olishga tegishli narsani elib olishga ulgura oladi ekanman. Borsam bo'lamdi. Bek yaxshi bo'ldi. Sizlarga ko'p rahmat. Yaxshi ishlar, Marko. Men ketdim. Cho'qim baldir qaytib kelma. Xo'sh. Hindistonda keladigan paraxut oqshom kechida keldi. Tayping burniga uchirg'achqa bir hafta kechikibdi. Shunga bugun atgandlar bu xatlarni egalariga topshirish kerak. Mana bu xatni tog' etigida o'ltirishliq Baraturani apandimga, mav xatlarni portning o'yinida o'ltirishliq Machiro apandimga, Chichido apandimga va Mendilor apandimga olib berib berish kerak. Undaq bo'lganda ginoyani bir aylandigan bo'lding. Atganda xili jafo tortadigan bo'lding. Marko. Kerak yo'q. Men Hindiston paraxutida kechikib qolmayman, xotirjam bo'ling xonim. Dengiz bo'yiga boramiz deyishitgansizlar-ku. Men degan yel topan cho'qim ulguralayman. Talonga imzo qo'ydirishni unutib qolma. Uxtom. Xo'sh. Misha shu, to'g'ri. Baraturani apandi uydimi? Siz kim? Men bu paraxut shirkatidagi Jina xonim buni avatgan. Turib turing. Obza, unutib qolibdimi? Bizning xo'jayin ko'p avoribdi, xatni topshirib oldim deb qo'y deydi. Undaq bo'lsa, buni jadvalning eng ustidagi tarafiga imzo qo'yib bering. Bo'ladi, uqdim. Sal turib turing. Tez bo'z bo'ladi, tez. Okam saqlab qoldigan bo'ldi. Opla, tez. Kechiring, ko'p soqiltib qo'ydim. Yo'lda ehtiyot qilasiz. Rahmat sizga. Xo'sh. Marko! Rusha. Yaxshisan, Marko. Men oldingi kelinglar sizlarni bizning uyga kelib o'ynab ketishga taklif qilmoqchi edim. Bu sizning qo'rayingizmi? Shundoq, hammasi bizning. Pah. Nim degan chiroyli qo'ra bu. Haqiqatan chiroyli-ku. Siz kelgin, Marko. Bu yoq ichish, bu yer yana sovuq ichimlik bor. Siz kela, birga o'ynaymiz. Kelmamsa? Marko, tez bo'lmamsa? Yo'q, bo'lmaydi. Meni ishim bor. Marko! Xo'sh, Rusha. Xo'sh.
Ha, 5-ci qavatda. Rahmat. Chiqib chiqib qoldi. Shuning bilan tugaydi. Tezroq olib bormasam. Bu Chichiru efendinin oyu nerede da? Efendim, Chichiru efendinin oyu nerede? Zavutning keyindiki Chichiru apandining uyi shu. Ma binanın köyünde mi? Rahmet sizge. Adam var mı? Adam var mı? Meni paraxot şirketidagi Jina xonim evatgan. Adam yo'q-ku. Bu Adam bormi? Oy, bu chatoq bo'ldi. Vaqt yana shundoq o'taversa dengiz bo'yiga berib o'ynayolmaydigan bo'ldim. Ah, nima deysan? Ho'shomtak. Men ish bilan kelgandim. Paraxot shirkati buni xatni sizga avatgan. Nima? Paraxot shirkati? Bunun qo'l qo'yasınız. Efendim, Mindiliyor efendinin oymuş adıma. Uyunun kıyarlıkını bilemsiz. Uyunun muş etrafta dep anlıqandım. Mendiliyor? Mindiliyor efendi. Ben siz xata geldim. Ha, yigit, japa chekibsan. Bunun üstüne qo'l qo'yib bering. Ha, qaranglar, Mariya singlimdan xat kelibdi. Rasman. Mana. Qo'l qo'yib bering. Ha, aldirma, o'tirib bir qash tamoq yeb mangin. Sen avar bo'lib singlimning xetini olib kelsang, qandaqmi seni quruq yo'lga sog'li bo'ladi? Kechiring, ishim oldirash. Tezroq qo'l qo'yib bering. Ha, unda qilsang qandaq bo'ladi? Ya qo'l qo'yib bering. Bo'ladi. Saat 1 bo'lib ketibdi. Daryo bo'yiga o'yinga qilib borolmaydigan bo'ldim-da. Marko aka! Marko! Oh, Marko, japa chekding. Ag'ansa, Mana qo'l qo'yish talonini olib keldim. rahmat sana, Marko. Ko'p japa chekding. Mana bu sening ish haqqing. Ala. Rahmat sizga Jinoda. To'xta. Boya akan ketdi. O dengiz bo'yida seni saqlayman deydi. Rasmoda? Ras. Tez bag'in. Opam bilan doim birga boradigan dengiz bo'yida saqlaydi ekan. Men tek boramaydigan bo'ldim debdimi? Tez bag'in, yaxshi o'ynab kel, Marko. Rahmat. Marko texchi kelmaydi-ku. Dada, Marko bek ishchanken. Men apamni bekmi sig'indim. Lekin Marko'chu. Uning dengizdan uzib o'tib, apamni bir ko'rib kelgisi bor. Tonio, men sizlarga yuz kelamayman balam. Lekin men hozir qilayotgan ishimni tashlasam bo'lmaydi. Buni tushunishing kerak. Buni tushunaman, dada. Har kuni doktorxonaning darvozasi oldiga kasal bo'lib qolgan kambag'allar to'shib ketadi. Ularga yordam qo'limizni sunmasak bo'lmaydi. Jafoliq xizmatni o'rinlash uchun kurash qilishimiz kerak. Deginingiz to'g'ri. Shunga Markoni kichik deb o'ylasaqli bo'lmaydi. U apam uchun biror yaxshi ish qilib berishni o'ylaydi. Shunga uningga ko'proq yordam berishimiz kerak. Yo'q, Marko tex kichik. Lekin siz men xizmatga chiqqan dastlabki vaqtdami shundoq degandingiz. Hay, xizmat qilib bo'lgandan keyin o'rgangili bo'ladi-ku. Lekin Tonio, men yaqindan buyon Markoni doktorlik tarbiyalashni o'ylayapman. Doktor?
Marko doktor bolamda. Bu bir oy. Qandaqlı bolmasun, mening bir aq ko'ngil doktor tarbiyalab chiqqim ba. Buningga birisi bo'lsa bo'ladi. Dada, siz bularni o'ylashib bo'psiz-da. Sen meni tushunamsan, balam. Tushunaman. Shundoq bo'lganda sizga yaramliq yordamchidan birisi bo'lgan bo'ladi. Marko doktor. Marko, bu yoqqa kela bolam. Kela. Kela bolam, kela. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Kela bolam, kela. Hechqisi yo'q. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Kela. Marko! 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 Bu yoqqa kel. Aka! Ahmediyo. Kechir olam, men kechikib qoldim. Birinchi qatimliq ishing qandaq bo'ldi? Yaxshi, lekin tarib cho'mib ketdim. Tezroq yavag'im balam, sen uchun tayyorlab qo'ydik. Qo'sqim bek ichib ketdi. Poh, nim degan jiq narsa bu. Men saqlab turibsizlar-da? Albatta, ishlagandan keyin qo'saq ochdi-da. Rahmat. Ale! Aka, tez tushing. Ey! Hey, Ahmediyo, bu yoqqa kel. Yaxshi, bugun tazimi ko'ngillik o'tdi. Shapaq nim degan chiroyli. Hey, İsset, nimishqa dam olish kun davomli tez o'tib ketadigandu. Bu kunning to'lim ma'nilik o'tganligini bildirdi. Bo'ldi, mushundaq kunning yana kelish uchun yaxshiroq ishlash kerak. Kelarapti, kelalamsan. Kelar yakshanba temir yo'l bilimlaridan doklad bor. Yana bir haftani kutaylik. Lekin bizning turmushimiz opamninkidan yaxshi. U o'z yolg'iz sirtda, yolg'izlik tatidi. Turmush zerikishlikda qachon.
Hey? Marco, Amidioni sana beraymi? Rasma? Qarasam, Amidio seni to'limi yaxshi ko'rdigandek qiladi. Aka. Hey, Tonio! dada, Marco, xayr xo'sh. Aka! Amidio sağ mensup! Xo'sh. İyi, Amidio, sen meyli kimga mensup olma iş qilib bizni oyunun bir a'zosi. Heh. Bo'ldi, biz mangayli balam. Tüven yıllıqda oquyotgan Fernando aksi darsini tashlab xizmat qilganligi uchun yuqori yilliqdagilarning bozaq qilishi va haqoratlashiga uchraydi. Marco o'tirg'i chiqib Fernandoni qo'g'daydi. Marco boshqalarning o'zini bir kichik bola qatorida ko'rmasligini umid qiladi, lekin dadisi uni tushunmaydi. Marco buningdan intayin azoblanadi. Dal bu chaqda Marco Argentinaga bormoqchi bo'layotgan Xapino oilasi bilan uchrashib qoladi. Kelar qitimda dadamni yaxshi ko'rmayman degan qismini ko'ringlar.